Keyingi savol. On Sunday afternoon, Alex sent text messages each hour for 5 hours, and Harry sent P text messages each hour for 4 hours. Ya'ni yakshanba kuni obedda Alex 5 soat davomida soatiga M tadan xabar jo'natdi. Harry 4 soat davomida soatiga P tadan xabar jo'natdi. Bu yerda birinchisi Alexni jo'natgan jami messejlar soni 5 soat davomida M ta. Harry'ni jo'natgan messejlar soni 4 soat davomida P donadan. So, which of the following represents the total number of messages sent by Alex and Harry on Sunday afternoon? Yakshanba kuni o'sha tush vaqtida Alex va Harry'ni jo'natgan barcha xabarlari sonini toping. Bular barcha xabarlar sonini topish uchun ikkalasini qo'shishimiz kerak bo'ladi. Shunda 5M plus 4P. Shunda ikkalasini jami jo'natgan SMSlar soni C javob 5M plus 4P ga teng.